Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Birodarlar, faqatgina namoz, roza, hajgina ibodat emas, muomala ham ibodat. Boshqacha qilib aytamiz, islom faqatgina namoz, roza, zakot, hajgina emas, balki muomala ham islom. O'tgan darsimizda biz farzandlarga ota-onalarning haqqini tanitishlik haqida suhbat qildik. Bugun inshaalloh silay rahim haqida suhbat quramiz. Silay rahim, qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalashlik. Bu mavzuda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning juda ko'p hadislari bor. Shu hadislarning ko'p bo'lishligini o'zi bu mavzu qanchalar muhim, jiddiy ekanligiga siz bilan bizga dalil bo'ladi. Musulmonlar Habasistonga hijrat qilib borishdi. Najjoshi ularni o'zini huzuriga chaqirib, islom haqida, bu kishilarning dini haqida so'radi. Shunda musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu javob berib shunday dedi: Ayyuhal malik, kunna qawman ahlal jahiliyya, na'budul asnam va nakulul mayta va na'til fawahish va naqtal arham va nusiyul jivar va ya'kulul qawiyyu minna da'if. Ey podshoh, biz but sanamlarga ibodat qiladigan bir qavm edik. O'liksalarni yer edik, fahsh, ma'siyat va gunohlarni qilar edik. Qarindoshchilikni va qo'shnichilik aloqalarini uzar edik. Odamlarga aziyat yetkazar edik. Oramizda kuchlilar zaiflarni yer edi. Shu vaqtda bizlarga qavmimizning eng nasabli, sharaflilardan bo'lgan bir kishi Robbimiz tomonidan risolatni olib keldi. Biz u kishini rostgo'yligi, omonatdorligi va iffatli ekanini bilar edik. U bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but va sanamlarni tark qilishga, rost so'zlashga, omonatdor bo'lishga, qarindoshchilikni qoyim qilishga, qo'shnichilikni chiroyli ado qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat va fahshni tark qilishga buyurdi. Islomni nima ekanligi haqida savol so'ralgan paytda Ja'far ibn Abi Talibning bergan javobi: mana shu narsa johiliyat, mana bunisi esa islom. Islom haqida qisqa, lo'nda, umumiy va aniq tushuncha. Bu ulug' sahobaning nazarida islom faqatgina namoz, ro'za emas edi, balki qo'ni-qo'shnichilik va qarindosh urug'chilikni tikkalashlik, muomala. Birodarlar, ibodatlar ikki xil bo'ladi. Shaoriy ibodatlar, bu siz bilan bizni shariatimiz qilishga buyurgan ibodatlar, namoz, ro'za, zakot, haj, boshqalar, hamda taomuliy muomalalar, taomuliy ibodatlar, muomala ibodatlari. Agar bir kishini shaoriy ibodatlari zo'r bo'lsa-yu, taomuliy ibodatlari joyida bo'lmasa, bu insonni komil musulmon deya olmaymiz. O'zimizni tilda aytsak, 5 vaqt masjidga yugursa-yu, sunnatlarni, nafllarni chiroyli ado qilsa-yu, ammo odamlar bilan muomalasi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, bu kishi komil musulmon deyilmaydi. Din nima deb so'raganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam husnul xuluq, go'zal xulq deb javob bergandilar. Shuning uchun ayrim namoz o'qiyotgan ukalarimizni ko'chada yurish-turishi, gapirayotgan gapi, qilayotgan qiliqlarini qarasangiz, umuman musulmonga yarashmaydigan qiliqlarni qilayotganini ko'rasiz. Shuning uchun ukalar, namoz o'qishlik albatta ulug' ibodat, ro'za, zakot, hajlar ham. Ammo axloqimiz, xulqimiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, biz komil musulmon bo'la olmaymiz. Dalil: Astagfiru billah, utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah, innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar va la zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasna'un. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz o'zingizga vahiy qilingan kitob, Qur'ondan bo'lgan oyatlarni tilovat qiling va namozni to'kis ado qiling. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sur. Aniqki, Allohni zikr qilmoq barcha narsadan ulug'roqdir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilib turur. Namoz o'qi deyapti.
namoz fahsh va munkardan to'sadi deyapti. Fahsh so'zdan, gunoh ishdan to'sadi. Odamlar orasida fahsh gapirishlikdan, odamlar orasida gunoh qilishlikdan to'sadi. Muomalani tuzatadi namoz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimni namozi uni fahsh va munkardan qaytarmasa, uning Allohdan uzoqlashishligi ziyoda bo'ladi. Namoz o'qiydi, ammo Allohdan uzoq bo'lib boraveradi. Nima uchun? Odamlar bilan bo'layotgan muomalasini namozda tuzatmadi. Namoz o'qiydi, sokinaveradi. Namoz o'qiydi, gunoh ma'siyatlarni qilaveradi. Namoz o'qiydi, xulqi bo'lmaydi. Bu odamning namozini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohdan uzoqlashib ketishiga sabab bo'ladi deb aytayapti. Demak, din nima ekan? Go'zal xulq ekan. Astagfiru billah. Kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza farz qilindi. Shoiriy ibodatdan bo'lgan rozadan maqsad taqvo, xulq, odamlar bilan bo'lgan muomalani chiroyli bo'lishligi. Payg'ambarimiz aytadilar, bu hadis Imom Ahmadda va Buxoriy, Abu Dovuddan, Termiziydan yana Man lam yada qawla zur wal amala bihi. Kim roza tutib turib degani bu yerda. Roza tutib turib yolg'on gapni va mana shu yolg'on gapiga bo'lgan amalni to'xtatmasa, uning taomi va sharobini tark qilishiga Allohning hojati yo'q. Roza tutdingiz, yolg'on gapirasiz, yolg'on gapga amal qilasiz, sizni tutgan rozangiz roza deyilmayapti. Ovqatingni, sharobingni chekkaga surib qo'yib shu ishni qilayotgan bo'lsang, seni qilayotgan ishing roza emas. Demak, birodarlar, ibodat ikki xil bo'ldi. Muomaladagi ibodatlar, xulq hamda shoiriy ibodatlar. Kunda biz ado qiladigan ibodatlar. Rostgo'ylik, omonatdorlik, iffat, istiqomat, va'dani bajarish, ahdiga vafo qilish. Ahdiga vafo qilish. Gapida turish. Ozgina ko'proq foyda bersa, shart bundan aynib nariginga tovarni o'tkazib olmaslik. Mana qarang. 24 soat bor bir kunda. Boring 8 soat uyquga ketdi deng. Qancha qoldi? 16 soat. 16 soatdan siz bilan biz har kuni o'qiydigan namozlarga qancha vaqt ketadi? Boring shu farz, vojib, sunnat, vitr, nafl, tahajjudlar bilan 2 soat deylik. 24 soatdan 2 soat namozga ketdi. Qancha qoldi? 14 soat. Boring 4 soatni yolg'iz o'zingiz o'tkazing. Televizor ko'ring, kitob o'qing, mabodo agar kitob o'qisangiz. 4 soat televizorga oz o'zi. Kompyuterga kelsak, undan ham oz. Xo'p, 4 soat shunday ketsin. Qancha qoldi? Shu 10 soatni odamlar orasida o'tkazamiz. To'g'rimi? Ishga boramiz, 7 soatmi, 6 soat ishlaymiz, obed qilamiz. Mana shu 10 soat muomala. Qarang, kundalik qiladigan shoiriy ibodatlarga 2 soat ketyapti. Qolgan 10 soat nimaga ketyapti? Muomalaga ketyaptimi? Xulqqa ketyaptimi? Demak, bizni dinimiz faqatgina namoz, roza, zakot va hajdan iborat deb tasavvur qilsak, biz xato qilgan bo'lamiz. Din bu muomala, din bu axloq. Namoz, ro'zani chiroyli ado qilsak, xulqimiz shataq bo'lsa, biz komil musulmon emasmiz. Silay rahm. Farzandlarga silay rahmni o'rgatishlik kerak. Shunday bir oilalar bor. Nihoyatda bir-biriga mehrlik, bir-biriga bir ko'mak ko'rsatgan, mehribon. Har qanaqa muammosini birgalashib hal qilayotganini ko'rasizda, bunaqa urug'ning ichida, bunaqa qarindoshlarning ichida yashash o'zi ne'mat. Yana shunday bir urug'lar, qarindoshlar borki, yillab sotma-sot yurganini eshitasiz. Otasidan qolgan ish edi, u sotga bergan, bu sotga bergan, tortishayotgan, 3 ga bo'lgan, 4 ga bo'lgan. Bu sotma-sot yurishlik, haq talab qilishlik. Yillar davomida o'tib farzandlarga meros bo'lib qolgan. Bunaqa urug'ning ichida yashashlikning o'zi azob bo'ladi, o'zi balo bo'ladi. Payg'ambarimiz qarindosh urug'chilikni chiroyli
ado qilishligimizga buyurgan. Qarindoshlar kimlar? Ayrim odamlar faqat ona tomondagilar qarindoshlar deydi, bu noto'g'ri. Qarindoshlar ota-ona, bobolar va momolar. Bu asl bular. Undan keyin aka-uka, opa-singillar. Undan keyin amakilar, ammalar. Undan keyin aka-uka va opa-singillarning bolalari, jiyanlar, keyin tog'alar bilan xolalar. Ar-Rohim, mana silatur rohim deyiladi. Ar-Rohim degan so'z. Bu qarindoshlik yoki bachanor deb tushunaylik. Ar-Rohim. Bunday deb nomlanishiga sabab Alloh taolo o'zining Ar-Rohman ismidan mana shu Ar-Rohim degan ismni chiqarib bergan. Mana shu bachadonga. Silatur rohim degani mana shu qarindosh urug'chilik degani. Urug'chilik, qarindoshlik degani. Qarindoshlik degani. Ayrim tavhid ulamolar aytishadi, Ar-Rohman Alloh taoloning ismul azamlaridan bittasi deyshadi. Eng ulug' ismlaridan. Alloh taolo aytadi, astag'firullah, Qulidulloha awidur Rahman ayyamman tad'u falahul asmaul husna. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting, Alloh deb chorlangiz yoki Rahmon, mehribon deb chorlangiz. Qanday chorlasangizda joizdir. Zero u zotning go'zal ismlari bordir. Ar-Rohim degan so'z Ar-Rohman degan Alloh taoloning ismidan chiqarib olingan. Illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Magar Parvardigoringiz rahim qilgan kishilargina haq yo'lda bo'lib yasharlar, ularni mana shu narsa uchun yaratgandir. Alloh bizni yaratdi, bizga rahim qilishlik uchun. Imom Abu Dovud va Termiziy Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda aytiladi, mana hadis qudusiy. Alloh taolo aytadi: Ana Alloh va ana Ar-Rahman xalaqtur rahim va shaqaqtu laha isman min ismi. Alloh taolo aytadi, men Allohman. Men Ar-Rahmanman. Rahim, bachadonni yaratdim. Unga o'zimning ismimdan bir ismni chiqarib berdim. Faman vasalaha vasaltuhu va man qata'aha qata'tuhu. Kim undan xabar olsa, qarindoshchilikni o'rniga qo'ysa, men undan xabar olaman. Kim undan aloqasini uzsa, men ham undan aloqamni uzaman. Mana shu hadis yetmaydimi o'zi bizga? Qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan odamdan Alloh men aloqamni uzaman deyapti. Kim qarindoshchilikni joyiga qo'ysa, men ham aloqamni zo'r qilaman deyapti. Masalan, odatda qarindoshlar xabar olinganda o'ziga to'q bo'lgan odamlardan xabar olinadi. To'g'rimi? Sal qo'li yupinroq, qo'li kaltaroq qarindoshlardan ko'pam biroq xabar olmaydi. Masalan, opa-singillarimizni ziyorat qilsak, bilasizlarmi, qanaqa xursand bo'ladi? Yigitlar, erkaklar. Birovning qo'lida asirdek o'tiribdi. Kuyovi ruxsat bermasa ko'chaga chiqmaydi. Kuyovi ruxsat bermasa uyingizga kela olmaydi. Kuyovi qo'liga bir 4 so'm bermasa qo'lida puli bo'lmaydi. Asir zaifa bo'lib o'tirganida holidan xabar olib akasi yoki ukasi kelsa. Bilasizmi qanaqa ko'ngli ko'tariladi? Birinchi o'rinda shular xabar olinishligi kerak. Bilasizmi kuyovining oldida qanchalik qadri ko'tariladi? Xabar olay deydi hamma. Lekin vaqti yo'q-da. Nimaga vaqti yo'q? O'sha xabar olmagani uchun vaqti yo'q. Agar siylay rahmni zo'r qilib qo'yganingda yigit, topganingda ham baraka bo'lardi, vaqtingda ham baraka bo'ladi, umringda ham baraka bo'lardi. Sen shu siylay rahmni qilmaganligi uchun barakang yo'q. Hech qaysi ishingda, na vaqtingda, na pulingda. Meni ziyorat qilib qo'y, xoling banisada ekan chiqib qo'y, vaqtim yo'q. Nimaga vaqting yo'q? O'shini xabar olmagani uchun vaqting yo'q. Yana qaytarib aytayapman bu gapimni. Ulgurmayapsan. Agar qarindoshchilikni o'rniga qo'yganingda, albatta ulguriding. Shuning uchun farzandlarga yoshligidan o'rgataylik siylay rahim qilishdi. Ziyoratga borganda singlimizmi, opamizmi, amma xolamizmi yetalab olaylik bolamiz. Ko'rsin. Siz o'tib ketgandan keyin otam rahmatli falon kuni falonchilar ziyorat qilar edi. 100 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'rsatganingiz yaxshi.
Bizga keragi ularda xabar olishlik. Alloh taolo aytayapti, kim qarindoshlaringdan xabar olsang, men sendan xabar olaman. Agar aloqangni uzsang, men seni aloqamni uzaman. Alloh aloqasini uzsa, kimmiz biz? Qo'limizdan nima keladi? Masalan qarang. Oddiy bir fikr qilib ko'raylik. Bir odam aytishdi, 5 vaqt namoz masjidda o'qiydi. Dushanba, payshanba roza tutadi. Qiyomul laylni qiladi. Deb tursangiz, hurmatingiz oshib. Ammo qarindoshlaridan aloqasini uzib qo'ygan deydi. Hurmatingiz boyagidek turaveradimi? Yoki aksincha, bir odam 5 vaqt namozni bir qoldirmay o'qiydi, nafl amallarga ko'payam vaqti yo'q. Hamma qatori redovoy musulmon. Ammo haftani bir kunida albatta yo opasi yo singlisini, yo amma yo xolasini kanda qilmaydi ziyorat qilishni desa, bilasizmi hurmatingiz qanaqa bir yuksak bo'ladi, ziyoda bo'ladi unga nisbatan. Biz o'zimiz aytib turibmiz, haligi odamga bo'lgan hurmatimiz bilan qaysinisi baland, qaysinisi pastligini. Demak, ibodat faqat namoz o'qish, roza tutish emas. Albatta bu ulug' ibodat. Lekin islom deganda faqat shu narsani tushunmaylik. Silay rahim. Ayrim kishilar silay rahim degan faqat ko'rib kelishlikda tushunadi. Silay rahim nima? Bu ziyorat qilish, yordam berish, haqqa da'vat qilish. Mana shu ucharasi bo'lsa, silay rahim komil bo'ladi. Birinchisi nima ekan? Ziyorat qilish, ko'mak ko'rsatish, haqqa chaqirish. Hech bo'lmasa telefon qilib xabar turishlik kerak. Agar borib ziyorat qilsak, hurmatimiz ziyoda bo'ladi qarindoshlar o'lishida. Jiyanlarda, tog'alar, amakilar malomat qilib qo'yadi. "A jiyan, ko'rmay ketding. Bormisan?" yo bo'lmasam bir nima deydi, tirishtirib qo'yadi. 1 yilda bir ko'rishadi, ko'rishsa 6 oyda bir ko'rishadi, tirishtiradi. Amak, akasi kelsanglar, qachon qolsa bizga tutaydi. O'zi bir marta kelib o'shuning uchun tog'alar, amakilar gapinglar jiyanlarga o'tmaydi. To'g'rimi? Eslang qachon jiyaningizni ziyoratiga bordingiz? Avvalgilar yaxshi edi. Kichkinalarga kattalar gapirsa, kichkinalar nima qiladi kattalar gapini? Olardi. Nimaga olardi ekan? Kattalar o'zlari borardi-da ziyoratga, to'g'rimi? Keladi tog'a ammalar, amakilarimiz kelib ziyorat hozir shuna qilmay qo'ydi. Shuning uchun bizni dashi tanimaymiz hamchi qarindoshlarimiz borlarning ayrimlarini. To'g'rimi? Ballig'onni walau ayatan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis aytadilar, mendan bir oyat bo'lsa ham boshqalarga yetkazinglar. Birodalar, hamma narsa sarf qilsa ozayadi. Ammo ilm sarf qilganiz sari ko'payadi. Ilmning zakoti uni boshqalarga tarqatishlik bilan ado bo'ladi. Va ilmni tarqatgan odam birinchi navbatda o'zi foydalanadi. Mana hozir 30 yoki 40 daqiqa ma'ruza eshitamiz. Uyga borib turib, zo'r ma'ruza bo'ldi deymiz. Nima haqida gap bo'ldi desa, kallamda qolmadi deysiz. Shu aqldanmi? Bitta oyat yoki bitta hadis ham kallamizda qolmasligi aqldanmi? Masalan, nimani gapiraman deysiz? Bugun bitta hadisni eslab qoling. Hafta davomida qaysi majlisda o'tirsa shuni gapiring. Qarindoshlarga borib yetkazing shu narsani. Qarang, agar bir odam 30-40 minutlik ma'ruzani eshitib turib, bitta narsa ham kallamda qolmayapti desa, nifoqda alomat emasmi bu? Jiddiyroq o'ylanib ko'ringlar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaidu billah va minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning majlisida munofiqlar ham o'tirishar edi. Rasulullohning so'zlarini muborak hadislarini eshitib chiqish turib, nima deyishadi? Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ularning ularning orasida shunday kimsalar ham borki, ular sizga quloq solib tururda, huzuringizdan chiqqan vaqtlarida ilm ato etilgan zotlardan masxara qilishib, hozirgina Muhammad nima dedi deb so'rarlar. Ana o'shalar
Alloh dillarini muhrlab qo'ygan va o'zlarining havoyi nafslariga ergashgan kimsalardir. Tushunali? Hecham kallamda qolmaydi demaylik qaytib. Agar birodarlar hech narsa kallamda qolmayapti, bitta narsa esimda qolmayapti desak, haq talabida bo'lgan odam qalbida albatta bir narsa qoladi. Qalbi sof bo'lsa, sodiq bo'lsa haqda o'rganishlikda albatta qalbida bir narsa qoladi. Ammo qalbida marazi bo'lsa, haq talab qilishlikda sodiq bo'lmasa, nimaga o'xshaydi bu odam? Bu odam ichida plyonkasi yo'q fotoapparatga o'xshaydi. Chiroyli, qimmat, uzoqda yaqin qilib beradi, sekundiga 10 ta kadr oladi, bosaverasiz. Hamma olyapti deb o'ylayveradi. Ichida nimasi yo'q? Plyonkasi yo'q. Shuning uchun birodarlar, yarim soatlik ma'ruzani eshitib turib, hech narsa kallamda qolmayapti deyishlardan endi ehtiyot bo'laylik. Chunki bu nifoqda alomati bo'lishi mumkin. Alloh saqlasin. Mana bugun juma darsida eshitgan narsadan bitta narsa qoldi kallangizda. Bir hafta shuni gapirib yuring. Qaysi majlisda o'tirsangiz, ayting shu narsani. Chunki haqni yoyish najotni kaliti. Astag'firu billah val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan, bir-birlariga haq yo'lni tavsiya etgan va bir-birlariga mana shu haq yo'lda sabr toqat qilishni tavsiya etgan zotlargina najot topguchidirlar. Agarchi o'zingizni huzur halovatingizni qo'yib, o'zingizni rohatingizni qo'yib, xalq xizmatida, haq xizmatida tursangiz, o'zingizni baxtli his qilasiz. Da'vatchi inson kecha kunduz mehnatda bo'ladi, mashaqqatda bo'ladi, lekin o'zini saodatli his qiladi. Nima uchun? Haq so'zni odamlarga yetkazyapti. Payg'ambarlardan qolgan ulkan merosni ko'tarib yuribdi. Mana shu narsa bilan u o'zini saodatli his qiladi. Da'vat faqatgina ma'lum bir toifa kishilarning mulki emas. Har bitta musulmon odam da'vatchi bo'lishi kerak. Bir birodarimiz aytib bergan edi. Men eshitaman, tushunaman, faqat gapirib berishing qo'limdan kelmaydi. Buni o'rniga nima qilar ekan gapirishni bilmaganligi uchun? Shu ma'ruza yozilgan diskni olamanda odamlarga olib borib beraman. Ana haqni yoshni bitta yo'li. Va mana shu ishi tufayli bir qancha odamlar masjidga kelib dars eshitadigan bo'lib qolyapti. Shunga ham yaramaymizmi? To'g'ri, endi hammaga nutq bermagan, hammaga ilm bermagan, lekin sidq dildan harakat qilsa sizga ham yo'l bor da'vat maydonida. Mana qarindosh urlarni ziyoratiga bordik. O'tiribmiz. Borging ham kelmaydi ba'zida. U qarindosh urlarning majlisida ketayotgan suhbatlarni eshitgan paytda. Dunyo g'amida yurgan odamlarning majlisida faqat dunyoning gapi bo'ladi. Oxirat g'amida yurgan odamlarning majlisida oxiratning g'ami so'zi bo'ladi. Masalan, bir majlisda faraz qiling. Tabib o'tiribdi, hunarvand, savdogar, muhandis, yana bir kasb egasi. Shu yerda o'tirgan odamlarning agar oxirat bo'lmasa g'ami, dunyosini gapiradi. Savdogar gapiradi, qancha aborot qilayotganini, kuniga necha pul topayotganini, ona mashinani qanchaga olganini gapirganda bu yerdagi oylikchilar qarab turib, bu yerga oylikchilar. Bu bir kunda topgan puliga men bir oy ishlashim kerak ekan-a, deydida hayotdan noroziligi ziyoda bo'ladi. Demak, dunyo gaplari gapirgan majlis odamlarning qalbini bir-biridan uzoqlashtiradi. Oxirat so'zlari gapirilgan majlisda odamlarning qalbini bo'ladi bir-biriga. Shuning uchun qarindosh urlarning majlisiga bordik, kechagi ma'ruzadan eshitganini siz gapiring. Toki hamma nima bo'lsin, rozi bo'lsin, boyaga puli ko'p odam qo'rqsin.
Chunki hisob kitobi og'ir bo'lar ekan desinda, tug'ilganga ketmasin. Va bu yerga puli yo'q odam shukr keltirsin. Qiyomatda hisob kitobimiz nima bo'ladi? Yengilroq bo'ladi. Demak, dunyoviy so'zlar gapiriladigan majlis odamlarni bo'ladi. Oxiratning so'zlari gapiriladigan majlis odamlarning qalbini nima qiladi? Birlashtiradi. Qarindosh urug'larning majlisida agar borsak, Allohning zikrini gapiraylik. Astagfirullah. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Qalbingiz qachon orom oladi? Allohni eslasangiz orom oladi. Boshqa narsa bilan emas. Qarindoshlarga yordam berish. Aslida sen yordam berishing kerak bo'lgan boyga qarindoshing garchi hojatmand bo'lsa ham sendan so'ramaydi. Uyaladi. Hayo, iffat bu narsadan to'sadi uni. Modomiki seni ahvoling o'sha qarindoshingdan yaxshimi, sen yordam berishing kerak. Masalan, qish keldi, bilasan, ona qarindoshingning qo'li kaltaroq. Ko'mir tushirib qo'y indamasdan. Ya bir opangni siyning mahallasida bir shag'al tushirib qo'y bir mashina indamasdan. Akela aytmabdi-da bir og'iz. Yo'q demasdik. Yo'q, aytmaydi u. Aytmaydi u. Uni hayo iffat to'sadi. Sen bora xabar olishing kerak edi. Allohga osiy bo'lishdan qo'rqishimiz kerak. Yana qarindosh urug'lardan uzilib qolishlikdan ham qo'rqishligimiz kerak. Chunki bu birodarlar gunohi kabiralardan hisoblanadi. Qarindoshingni sen eslamasang, kim eslaydi ularni? Diqqat qilib turinglar-da, zakot beradiganlar. Lihada ulamoul fiqh qalu. Fiqh ulamolari aytishadiki, la tuqbalu zakatul muslimi va fi aqribahi muhawij. Diqqat qilinglar. Qarindoshlarining orasida hojatmandlari bor bo'lib turib, bir musulmon boshqalarga zakot bersa zakot o'tmaydi deyshadi. Qaytarib aytaman, zakot berasiz boshqalarga, vaholanki qarindoshlaringiz ichida ehtiyojmand, hojatmandlar turibdi. Sizni zakotingiz qabul bo'lmaydi deydi fiqh ulamolari. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu robbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innalloha kana alaykum raqiba. Ey insonlar, deydi Alloh taolo, sizlarni bir jondan yaratgan va undan juftini vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Allohdan qo'rqinglar birinchisi. Yana oralaringizdagi savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Allohdan qo'rq va qarindoshlaringdan uzilib ketishlikdan qo'rq. Allohdan qo'rqishga buyurdi, orqasidan uzilmaslikka buyurdi Alloh taolo. Demak, bu kichkina narsa emas. Biz shunday bir davrda yashayapmizki, mana shu g'arbning ta'siri bizga ham kelib qolgan. Birov bilan birovning ishi yo'q. Bizga kerak qarindoshlardan xabar olishlik, chunki ishimizni yurishligi, qo'limizda bir narsa to'planishligi, dunyo va hayotimizda ham farovon bo'lishligi shu narsaga bog'liq. Bizga kerak. Biz buni farzandimizga o'rgatishdan burun o'zimiz amal qilishimiz kerak bu narsaga. Ko'chada ketyapsiz. Bir kishi kelib shunday qo'lingizdan ushlab, menga 200 so'm bering desa, tanimaysiz. G'ashsiz keladi. Kimsan sen men senga 200 so'm bergani? Ammo farzand kelib otasiga shu ishni qilsa yarashaveradi. Chaq qo'ldan shu oladi, sizga 200 so'm bering, bu nimaga unaqa qiladi? Chunki biladi, otasini mehri bor farzandiga nisbatan. Otasi ehtimol mansabdor odamdir, haybatli, viqorli, sirli odamdir, odamlar kelib shunday gapiravermaydigan. Ammo bolasi kelib shart gapiraveradi. Nima uchun? Menga nisbatan mehri bor deb ishonadi-da. Mana shu narsa farzandning jur'atli bo'lishiga sabab bo'ladi.
Masalan, ona o'zi uchun to'playotgan pulini bolasi zarqib qolsa ikkilamasdan beradi. Chunki mehr borda. Endi bizda ham qarindoshlarimizga nisbatan qalbimizda mehr bormi? Bor bo'lsa, dadil bir narsa qila olamiz. Wattaqulloha allazi tasaaluna bihi wal arham innalloha kana alaykum raqiba. Yana oralaringizda savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'ingiz bilan ajralib ketishlikdan saqlaningiz. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskin va ibn as-sabil va la tubazzir tabzira. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmi qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayr ihson qilish bilan haqlarini ato eting va isrofgarchilikka yo'l qo'ymang." والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allohga bergan ahdi paymonlarini mustahkam bo'lgandan keyin buzadigan, Alloh bog'lanishga buyurgan narsalarni uzadigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan kimsalar ham borki, ular uchun Allohning la'nati bo'lar va ular uchun eng yomon diyor jahannam bordir. Alloh nimaga buyurdi? Nimani tikkalashlikka buyurdi? Qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalashga buyurdi. Kim mana shu aloqalarni uzsa, bu uchun, bunday inson uchun eng yomon diyor jahannam diyori bor. Demak, qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalashlik va bu narsani farzandlarga ta'lim berishligimiz hammamiz ustimizdagi vojib bo'lgan amallardan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.